Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Ayrim bir sabablarga ko'ra Mobicom Sherobod akkauntimiz o'z faoliyatini to'xtatib turdi. Ammo biz qaytishimizga yangi aksiyalar bilan qaytdik. Ya'ni yangi yil barabani nomli barabanimiz va bu barabanimizning ichiga 3 dona sovrinimiz ko'rishingiz mumkin. Bu smartfonlar va mana bunaqa quloqchinlar. Bu o'yinimizda ishtirok etish juda ham oson. Bor yo'g'i do'konimizga tashrif buyurasiz va 200 ming so'mdan oshgan xaridingiz uchun ismingizni va telefon raqamingizni qoldirasiz va barabanga tashlaymiz. Bu barabanimizda 10-dekabr kuni boshlanadi va 29-dekabr kuni jonli efirda g'olibimizni aniqlaymiz va xohlasangiz bizdan smartfonlar ham xarid qilishingiz mumkin. Bular naqdga va muddatli to'lovga qilib beramiz. Manzilimizni so'raganlar uchun Sherobod dehqon bozorining ichida joylashgan bo'lib, bu o'yinimizni shartlarini eslatib o'tamiz va bizning Promobile va Mobicom Sherobod akkauntlariga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart bo'ladi. Murojaat uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz.